Hadeb Napoleon qilishdan zerikkanlar uchun ushbu afganskiy Napoleon retseptini sizlar bilan birga bo'lishmoqchiman. Uni bemalol zakazga ham yoki mehmon dasturxoniga ham qo'rqmasdan qilsangiz bo'ladi. Un bilan margarinni kroshka qilib olib, ustiga tuxum sarig'i va smetana qo'shib olib, ketidan vanilin shakari va qabartma qo'shib, yumshoqqina xamir qilishni boshlaymiz. Tayyor xamirni teng to'rga bo'lib, biroz tindirishga qo'yamiz. Bu orada bezesini tayyorlab olamiz. Tuxum oqini qattiq massa bo'lgungacha ko'pirtirib olib, keraklicha shakarni oz-ozdan qo'shib olamiz. Yaxshilab qotgandan so'ng bir osh qoshiq kukuz kraxmalni qo'shib, yana biroz mikser qilamiz. Massamiz xuddi shunaqa holatda bo'lishi kerak. Har bir xamirni xuddi shu ko'rinishda ochib olamiz. Ustiga bezes surib, yong'oq sepib olib, qizib turgan duxovkada 20-25 minut davomida tepasini yoqib pishirib olamiz. Eng ustki qavatiga bezes surmasdan shunda pishirib olamiz. Kremini xohishga ko'ra tayyorlasanglar ham bo'ladi. Men 2 xil sug'ushonqali krem tayyorlab oldim. Aniq bilaman, hali ham yurechani bosib qo'ymadingiz. Bitta bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Endi hammasini krem ko'rish holida taxlab chiqamiz ustma-ust qilib. Xohishga ko'ra bezatib, kamida 1 soatga muzlatishga qo'yib, bemalol tanovul qilishingiz mumkin. Albatta yurekchani bosib, yaqin tanishingizga yuborib qo'yishni unutmang.